Agar o'rtog'ingiz sizni nomingizga narsa olsa maza ekan. O'tgan hafta Umid Bitavoy Malikada ishlaydigan o'rtog'im kvartirasini meni nomimga oldi. Keyin bir xayolimga keldi, qitmirchilik qilmoqchi bo'ldim-da, endi agar bilsanglar nomingizga narsa olinadigan bo'lsa, ayolingiz bilan ajrashsangiz nima bo'lsa ham teng yarmidan bo'linadi-yu. Umidga ataylab telefon qildim-da, o'rtoq cho'ti kelin bilan kelisha olmayapmiz, nimadir bo'lyapti, yashamayman deyapti, jonimga tegib ketdi, meni ham bor, nima qilishni bilmayapman dedim. Umid qara u qil, bu qil dedi, ahamiyat bermadi. Yarim kechasi 1 soat uxlab yotibman. Umid telefon qilyapti-da. Ha, o'rtoq nima bo'ldi desam, men qara, sen kelin bilan hayotni yengil qaramalaring, murosaga madoriga kellaring, qara unaqa pajrashamanga bormalaring, bolayim bor o'rtada. Ertaga Malikaga kelgan bitta Dyson qilib beraman, borib kelinni ko'ngillarini olib kelgan. Bunaqa ish qilmalaring deyapti-da. Negaligini bilib turibman-ku. Keyin ya o'rtoq mayli ko'ramiz, Dysonga pulim yo'q hozir desam, pulim kerak emas, seni oilang tinch bo'lsa bo'ldi deydi. Ha, bilaman, negaligini o'rtoq hazillashdim desam, aytadiki, ishonasanmi deydi. Kechasi 12da xayolimga kelibdi shu narsa, kvartiram seni nomingda. Agar sen ajrashadigan bo'lsang, kvartirani yarmini xotiningga bo'lib berishing kerak-ku. O'rtoq ikkinchi bunaqa narsa bilan hazillashmagan deydi. O'shanda bildim, agar o'rtog'ingiz sizni nomingizga narsa oladigan bo'lsa, sizni qo'lida emas, boshida ko'tarib yurar ekan. Mabodo hurmatingizni o'tkazmoqchi bo'lsangiz, o'rtog'ingizga nomingizga narsa oldiring.